Do'stlar, yana bir marta ko'rsatamiz atrobotkamizning, moyimizni, pechkamizni ishlash jarayonini. Teplitsaga olgan akalar so'rashyapti mana. Tutashtirib olganinglardan keyin sekin tiqib yuborasizlar akalar mana. Qizib olguncha jichcha ochib qo'yasizlar, oxirigacha yopib qo'yasizlar mana. Boshlandi mana. Tortish boshlandi. O'timiz buni tiqqandan keyin tiqinglar, tiqqandan keyin mashada yonish kerak. Sababi mana tomadida mana mayikka olib kelib qo'yasizlar, tutashtirgani ozgina latani. Mana shu yerga olib kelib qo'ysanglar mana. Ovozini ham ko'rishinglar mumkin. Moyni qo'yamiz mana moyni. 5 minutda tagiga yoqqanimiz qizib bo'ladi, keyin buni ochamiz. Qizib bo'lgandan keyin siraz ochmaymiz akalar, buni qizib olsa zo'r yonadi. Mana shu holatda oqib tursa mana akalar, gurillab yonadi mana. Ko'p ochib yormaysizlar, to'lib qoladi. Ovozlarni eshitishinglar mumkin. Asosan teplitsalarga sotuvlar boshlandi, zakazlarni beraverasizlar akalar teplitsalarga. Bu holatda ko'p ochmanglar, to'lib qoladi. Tomchilatib yoqinglar akalar. Bu to'lib qoladi bir kunda. Tomchilatib yoqish kerak.